shu kichkina narsa dizayningizda katta o'zgarish qilishi mumkin. Bugun gapimiz stikovkalar haqida bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Dizaynda stik katta rol o'ynaydi. Oddiy dizayn bo'lganda boshqacha bo'ladi. Stik bilan dizayn qilsangiz boshqacha bo'ladi. Undan tashqari, mana tarona o'zi bilan qilsangiz ham kombinatsiyasi juda ham chiroyli narsa chiqadi. Xo'p, hozir ko'pchilik uylarda diod qo'yish modaga kirgan. Diod qo'yadigan bo'lsanglar, mana stikovkalarimizda bor. Buni ikkita chetiga bambuk keladi. O'rtasiga diod qo'yib turib, o'zini krishkasi bilan shunday yopib qo'ysanglar bo'ladi. Buni tushundingiz. Xo'p, undan tashqari mana oddiy holat deganisi, bambuk panelimizni hech qanaqa dizayn berilmagan. Oddiy holatdagi bilan stikovkalar bilan dizayn berilgan holatdagi farqini ko'rishinglar mumkin. Ushbu kichkina detal uyingizda dizayningizda juda ham katta rol o'ynashini bilib oldik. Bizda 4 xil rangi bor. Tilla rangi, qora, oppog'i bor va nikkel rangi bor. Ulgurji savdogarlar katta ob'yemni oladiganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Hamma turdagi bambuk panellarimizdan teksturlar uchun ranglarimiz mavjud. Katta ob'emni olmoqchi bo'lganlar ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilinglar.